Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz bugun yangi PUBG Mobile yangilanishda Dragon kelibdi. Biz uni ziyorat qilib kelamiz. Qani, xo'sh, biz Zarki degan joyga tushishimiz kerak. Va mana shunaqa Dragon uxlab yotgan bo'ladi. Biz endi uyg'otamiz. Wow, просто grafikasini вообще четко ishlabdi. Grafikasiga gap yo'q buni. Xo'sh, qayerga boryapti ajdarho? Bana jedin. Bu nima edi bu? Katta. Xullas, do'stlar, bu yerda biz endi hozir tuxum qo'yganni bir ochamiz. Nimalar chiqishida birgalikda albatta ko'ramiz. Xo'sh, M416 va bir nima qandaydir damlamachalar. Xo'sh, bu yerda bitta endi layqaga sirli joymi desam bo'ladi do'stlar. Ajdarho yotgan joyni o'ng burchagiga kelasizlar. Xuddi men kelayotgan joyga. Prosta mana shu yerda teshikcha qoldiribdi. Endi PUBG Mobile hali buni ko'rdimi o'zi yo'qmi bilmadim. Buni olib tashlasa ham kerak yaqin bir haftalarda. Yo, olib tashlamasligi ham mumkin. Xo'sh, mana shunaqa pastga tushib olamiz. Xo'sh, mana odam ham kelyapti parashyutda. Hozir 5 minut. Xo'sh, do'stlar, mana odam ham kelayotir. Bu yerni biz ko'ryapmiz. Bemalol odam yuribdi, u bizni ko'rmayapti. Lekin biz uni ko'ryapmiz. Albatta do'stlar, xo'sh, biz otishimiz ham mumkin va o'q o'tmayapti. Bu yerga kirishning endi foydasi ham yo'q. Mana o'zingizlar bemalol ko'rishinglar mumkin. Otyapman, o'q tegmayapti. Xo'sh, endi hozir pichoq bilan sanchib ko'ramiz. Pichoq ham o'tmasa endi bilmadim nima qilish kerak. Foydasiz joyda menimcha. Prosta qilib qo'yishgan. Bu yoqqa kelsangchi. Kelyapti, bir otaylik bo'lmaydi. Xo'sh, boryapmiz. Pichoq sanchyapmiz. Do'stlar, albatta bizlarni kuzatishni davom eting. Biz yana videolar qilishda davom etamiz.